Dasturimiz davom etadi. Tomorqa chinakam xazina. Undan keladigan daromad ro'zg'or kamini butlaydi, oila farovonligini ta'minlaydi. Buni yaxshi anglagan Toshkent viloyatidagi tomorqachilarning aksariyati yerdan unumli foydalanib, mo'may daromad topish hadisini olgan. Chinoz tumanida ham tomorqadan unumli foydalanish, issiqxonalar tashkil etish, yilning istalgan faslida mahsulot yetishtirib, mo'may daromad topish borasidagi ishlar namunali yo'lga qo'yilgan. Muxbirimiz tumandagi bulg'or qalampiri yetishtiradigan oila haqida so'z yuritadi. Zamonaviy oila, ularning hammasi davlat ishi bilan band. Ertalabki nonushtadan keyin ishga tarqagan oilani kechqurun tomorqada ko'rish mumkin. Turmush o'rtog'im yakka tadbirkorlar, men xotin-qizlar tadbirkorlik markazi rahbariman. Tumanimizda o'sha ayollarni bandligini ta'minlashga yordam beraman. O'g'lim bank xodimi, kelinim o'sha adliya bo'limida ZAKSda inspektor xodim bo'lib ishlaydilar. Qizim turmushga berganman, nabiralarim bor. Hamma ish bilan band. Tomorqadagi mehnat hamjihatlik oilaviy qadriyatlarni mustahkamlaydi. Chinozlik Kommuna Shermatova tumandagi ayollarni ishbilarmonlik va tadbirkorlikka o'rgatishga mas'ul. Kommuna opa nafaqat davlat ishida, balki o'zining shaxsiy tomorqasidagi faoliyati bilan ham odamlarga namuna bo'lib kelmoqda. Biz oilaviy 25 yildan beri shu bolg'or qalampiri ekib, shu oilaviy daromad olamiz. Bir yilda 2 marotaba shu bolg'or qalampirini ekib, daromad olib, oilamizga moliyaviy tomondan daromad olib kiramiz. O'zimiz davlat ishlarida ishlaymiz, oilaviy. Bu ikkinchi daromad manbayimiz. Ilgarilari sal qiyinroq bo'lar edi shu issiqxonalarda ishlash. Hozir zamonaviy texnikalar hammasi rivojlangan. Uncha qiyinchiligi yo'q demoqchiman. Ko'proq dam olish kunlari ishlayman. Ko'proq issiqxonalarga ertalab soat 9 gacha kirsangiz, 8-9 gacha kira olamiz. Keyin davlatchilarga bemalol borib ishlarimizni davom ettirishimiz mumkin. Bu oilaning asosiy faoliyati bulg'or qalampiri yetishtirish. Tomorqasidagi 12 sotix yerda issiqxona tashkil etgan va ro'zg'orga kerakli qo'shimcha daromad topishadi. Algarski o'zi 42 kunda hosilga beradi. Yerga ekkandan keyin erta eksangiz erta hosil olasiz. Biz martda ekkanmiz, mana hozir 3-hosilni teryapmiz. Yoshligimizdan ota-onamiz davlat ishlarida ishlab kelgan bo'lsalar ham, lekin yoshligimizdan shu tomorqamizda bo'lgan. Shu yoshligimizdan shu tomorqada shu hosil olib kelyapmiz hozirgacha. Mehnat to'g'riydinglar-da? Mehnat to'g'raganmiz. Janjal, ajrimlar hammasi bekorchilikdan chiqadi, moddiy yetishmovchilikdan chiqadi. Agar oilada hamma band bo'lsa, biror hunar bilan shug'ullanib, o'sha daromad yetarli bo'lsa, shu men o'ylaymanki, oilalarda ajrimlar, janjallar kam bo'ladi deb o'ylayman. Bu oilaning har bir a'zosi tomorqada ishlash bilan birga davlat ishida ham faol ishtirok etadi. Jamiyatda ishbilarmonlik va tomorqadan foydalanishga bo'lgan munosabatni o'zgartirishga katta hissa qo'shmoqda. Oiladagi daromad va bandlikning bo'lishi undagi xotirjamlik uchun juda muhim. Oila baxt qasri, daromad va bandlik esa uning mustahkam poydevoridir. Ishli qo'lda baraka, mehnatli oilada taraqqiyot yashaydi. Buning isbotini esa chinozlik oila misolida ko'rish mumkin. Mo'tabar Nurmuhammedova, Aydus Ermekbayev, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent viloyatidan.